Qozog'istonlik mijozimizni obyektlarini bitirdik. San'atbek aka, bu loyihada nimalar qilindi? Bu ishimizda umumiy yer maydoni 6 sotik. Bunga chiroyli loyiha qilindi. Akamizga loyihani tasdiqlatgandan keyin bu loyihamizni ko'rsangiz, ikkita tomonda kirish, bitta kichkina eshik, bitta katta eshik. Ikkita tomon navesli joy bo'ldida. O'rta yashil zona qoldi. Uyimizning asosiy qismiga o'rtadan kiriladi. Rasmga kiradigan bo'lsak, kichkina eshik, katta eshik, o'rtada devor qilib fortishkalar qilindi. Uyimizga kirganimizda o'rtada bir chiroyli shaklli figura qilib, bu yerda dekorativniy yo'lakchalar hamda ikkala tomoni naves bo'ldi. Bu tomonda yozgi oshxona, so'rida o'tiriladigan ham mehmonxonaga alohida kirishli joy bo'ldi betimiz. Bu tomonimizda mashinalar turish uchun naves qilindi. Aka, hovlini navesi fura sig'adigan darajada baland ekan. Ha, klientimizning ishi shu bilan bog'liq bo'lganligi uchun akamiz fura haydaydi. Shuning uchun o'shandan kelib chiqib darvozaxonani fura sig'adigan qilib baland qilib joylab berdik. Mana bundan tashqari kichkina mashinalar bemalol sig'adi. Ko'rishingiz mumkin. Mana uyimizning shakllari. O'zimiz o'zbekona qilib so'rilar qo'yib qo'ydik. Yozgi oshxonaga yaqin joyda, yozgi kunda rosa o'tiriladigan joy bo'ladi. Mehmonxonamiz. Kichkina eshikdan kirib kelish. Yozgi oshxonamizning ko'rinishi. Bular esa uyimizning har xil tarafdan ko'rinishi. Furani olib turib mana holatini ko'rsatib berdik darvozaxonani. Juda ham keng, juda ham shinam holatda ko'rinar ekan furasida. Shunaqa. Podvolga ham tushib ketish bor bu darvozaxonamizning oxirida. Hovlimizning orqa tomoni derazalar uchun yo'lak qoldirdik. Bu hozir tepadan ko'rinishi. Umumiy holat ko'rinishi. Hovlimiz. Aka, loyiha juda ham chiroyli chiqdi. Havasga arziydigan hovli bo'ldi. Hattoki fura ham sig'adigan darajada baland hovlilar, furachilarga videoni tashlab qo'yamiz va chet davlatlarda ham zakazlarni olamiz. Bemalol bizning dizayn studiyaga murojaat qilishingiz mumkin.